O'rizor mavzesida 3,5 metrli joyimizdagi kuxna naborasi berganmiz. Mebelimizni umumiy narxi 1200 dollarga tushgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, mana bunaqa akkuratniy rishina qilib qo'yishgan. Ko'rayotgan bo'lsa kerak. Ustakalarimiz ham mushni qilgan. Mana tepalariga tegalarni ham cho'tki qilib 60 sm chiqarib berilishgan. Bu yoq qismida polniy parda uchun joylar qilib berishgan ekan. Xo'p, dush kontur joylashtirilgan. Bu yoq qismida simmetriya qilib ikkita eshik qilib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsa kerak. O'rta qismida tortma, gaz pilta, vitishka, bez ruchka ochiladi. Yuqori qismlari har bir mexanizm, push mexanizmda ishlaydi. Xo'p, bu yoqdan ochilar ekan bunimiz. Xo'p. Bu yoq qismimizga akkuratni e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, ko'rayotgan bo'lsa kerak, har bir mexanizm vakuumda mo'ykalari, mo'ykani tegini ham akkuratni qilib kesib berilgan. Ko'rayotgan bo'lsa kerak, suvlarga dostuplatib berilgan. Ustakalarimiz ham bitta zo'r qilib bergan mana. Ko'rayotgan bo'lsa kerak, kafellarni moshni qilib yopishtirilgan. Xo'p, ust qismida sushilkani ustidan ham unumli foydalanish uchun bitta polka qo'yib berganmiz. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilasizlar.